shu yerni nimasidan boshlanadi? Yerni sotib oldik. Ana endi ruxsatnoma olish kerak. Ruxsatnoma oladigan jarayonimizda ruxsatnomaga zayavka tashlayapmiz, zayavka отказ. Zayavka tashlayapmiz, zayavka отказ. Toki haligi manziliga borib assalomu alaykum bo'lmagungacha. Uni keyin qattan, yo'q, bu to'g'ri gapni gapirishimiz kerak. Bu primoy ertangi xarajatimizga ta'sir qilyapti. Bitta domni misol uchun 500 ming dollarga ko'tarayotgan bo'lsak, kimgadir 50 ming, kimgadir 100 ming, kimgadir 20 ming bo'lib, u o'sha joyga minib qolyapti. To'g'ri tushunish kerak. Hatto bir-birimizni ochiq oydin gaplashaylik. Buni hal qilish kerak, buni yechish kerak. Nimaga? Mana bu o'tirgan odam kompyuterda o'tiribdi. Men zayavka tashladim. Отказ bosdi. Javob bersin, nimaga отказ bosdi? Javob berish kerak, shuni javobgarlikka tortish chorasini ko'rish kerak. Zayavka tashaldimi? Nima sababdan sen bekor qilding? Nimaga sen 5 marta отказ qilgandan keyin 6-safarga nimaga sen adobrit qilding? O'sha zayavka-ku. O'sha korxona. Keyin kadastr to'g'risida hozir gapirishdi. Kadastr. Nima uchun kadastr? Biz zayavka tashlaganimizdan keyin mana yer sotib oldik, zayavka tashladik, zayavkani shakllantirib, kadastr hujjat yig'indisini qilib arxitekturaga chiqarib yuboradi. Shu jarayonda ham kadastr juda katta muammo qilyapti. Mana o'zimda korxonalarimda 10 martalab qaytib kelgan zayavka bor. 10 martalab qaytib kelgan zayavkalar bor. O'sha zayavkalarni qaytargan odamlarga qandaydir jazo chorasi qo'llash kerak. Nima sababdan sen to'g'ri sotib olgan yeriga qurilish ruxsatnoma olmoqchi, nimaga sen uni отказ bosyapsan? Mana shu jarayonda o'zida har bitta domga o'rtacha Toshkent shaharda 200 ming dollargacha, Toshkent viloyatida 100 ming dollargacha xarajat o'tiribdi. Bu xarajatni yo'q qilsak, bu xarajatni to'g'ri soliqqa to'laymiz, jon deb to'laymiz.